Mungli ko'zlar. O'zbek bolalar adabiyotining mashhur namoyandasi Xudoyberdi To'xtaboyev qalamiga mansub asar ilk bor 1988-yilda nashr etilgan. Asarda boy va badavlat oilaning fojiali taqdiri tasvirlanadi. Ota poraxo'rlik bilan, ona esa noqonuniy savdo bilan shug'ullanadi. Ular boylik orttirishga berilib ketib, farzandlarining ma'naviy tarbiyasiga yetarlicha e'tibor bermaydilar. Asarning bosh qahramoni Zafar ota-onasi bilan faxrlanib yurar, ularga o'xshashni juda istardi. Oilaning to'ng'ich farzandi Akbar esa nogiron bo'lsa-da, ularning bu ishlari uzoqqa bormasligini bilardi. Akbar oiladagi muhitni umuman qabul qila olmasdi. Chunki ustozi Akbarga halol mehnat qilish gashtini ko'rsatib bergan edi. Qizig'i Akbar ham, Zufar ham ota-onalarini birdek yaxshi ko'rishardi. Faqat Akbar otasining poraxo'r, onasining esa chayqovchi ekanligini sira hazm qila olmasdi. Akbar bir kun kelib bu ishlarning oqibati fojiali bo'lishidan qo'rqib yashaydi. Oqibatda o'zi ham yaxshi anglamagan holda, ya'ni ularni xavfdan ogohlantirish maqsadida ularning ustidan yuqoriga yozib yuboradi. Akbar oilasiga yomonlikni zig'ircha bo'lsa ham ravo ko'rmasdi. U shunchaki o'z haqiqatini anglatmoqchi edi. Ammo fojia ustiga fojia yuz beradi. Ota-onasining jinoyatlari fosh bo'ladi. Oila parchalanib ketadi. Ota qamaladi, ona esa halokatga uchraydi. Bolalar esa ota-onadan, boylikdan va avvalgi baxtli hayotdan ayriladi. Keskin o'zgarishlar bolalar ruhiyatiga jiddiy zarba berdi. Ayniqsa Akbar ko'p qiynalardi. O'zini aybdor kabi his qilardi. Uning yagona istagi muhitni o'zgartirmoqchi edi. Ammo hammasi boshqa o'zanga burilib ketdi. Bolalar ruhi cho'kdi. Nigora og'ir xastalikka yo'liqdi. Zafar esa kibrga berilib, o'z xatosi tufayli fojiali halok bo'ldi. Akbar o'zini aybdor his qilib, oxir-oqibat o'z joniga qasd qildi. Zafar esa turli sinovlarni boshdan kechirib, hayotning asl qadri boylik emas, balki halollik va mehnat ekanligini tushunadi. Asar oxirida u halol yashash va adolatsizlikka qarshi kurashishga ahd qiladi. Yozuvchi boylik ortish ilinjida yashash, farzand tarbiyasiga e'tibor bermaslik va noqonuniy yo'l bilan topilgan mol-dunyo oxir-oqibat baxt emas, fojia olib kelishini ko'rsatadi. Asarda ota-onaning mehrining, halollikning va to'g'ri tarbiyaning ahamiyati ulug'lanadi.